Hop. Normativimizni davom ettiramiz. Hop. 19-navbat yangi ilovasini yaratish va sozlash. Birinchi ish yangi ilovani yaratish. Loyiha ichida yangi ilova yaratilishi kerak. Ilova nomi loyihaning maqsadiga mos bo'lishi lozim. Ketdi. Hop. Birinchi bo'lib virtualkani activate qilib olamiz. Ya'ni VenScript activate bo'lsa-lar, mana shunaqa aktivatsiya bo'ladi. Endi yangi app yaratamiz. Buning uchun Python manage.py appimizning nomi misol uchun online shop ahamiyat berayotgan bo'lsa-lar, bu yerda online shop deb ochgan bo'lganim uchun app nomini online shop deb yozaman. Aytgancha uzr tilmas qilib ketibdi. Start app, ya'ni startup online shop. Bu narsa bu talabga ham to'g'ri keladi, ya'ni ilovaning nomi loyiha maqsadiga mos bo'lishi lozim. Ochdik. Mana bizning online shopimiz paydo bo'ldi. Buning ichida adminkasi bor, model bor, view bor. Endi keyingi etapga o'tamiz. Django sozlamalarida ilovani ro'yxatdan o'tkazish, installed appsga qo'shish. Settingsga o'tib turib, installed appsga biza app name deb yozib qo'ysak va botga mana mamutda yozilgan appimizning nomini yozib qo'yamiz. Ya'ni online shop deb yozib qo'ysak, biza botga registratsiyadan o'tkazgan bo'lamiz. Ikkinchisi ketdi, uchinchisi models, views va URLs. Models py ichida model yaratish, ya'ni bu tarafda models py ichida nimadir yaratar ekanmiz. Uning uchun class deymiz. User deb olamiz. User mayli user o'zini olib qo'yaylik. Bu models ichidan models ichidagi modellarni inheritance olib unda hop full name bo'ladi. Bu models ichidagi hop Charfield dan meros olib max length bo'lar ekan buni 255 ta qilib qo'yamiz. Bizga shart emas. Hop user yana user name bo'lsa, bu ham models ichidagi Charfield dan bo'ladi. Maksimal uzunligi mayli unda ham 255 ta qilib yozamiz. Qo'yib ketdi. Endi uni email bo'ladi. Bu ham models ichidagi email field bo'lsa, endi yana userda yana nima bo'lishi mumkin? Hop, mayli passwordini ham qo'shamiz. Passwordni models ichidagi Charfield bo'ladi. Bu ham max length 255 ta bo'ladi. Models py ichida yangi model yaratish. Hop, modelimiz yaratildi. Kichkinagina model bo'ldi-yu, bizga hozircha shuni o'zi yetadi deb o'ylayman. Views py ichida views py faylida oddiy funksiya yozish. Bu bizani views bo'ladi. Bu yerda hamma viewslarni shu yerda yozamiz. Endi bu yerda definition mana olib qo'yursa ham bo'ladi o'zi. Mana buni ichidagi indeksni olib bu mayli shuni turib qo'ysan hozirchalik. Shu yerga tashlaydigan bo'lsa va http response, ya'ni http response qatdan kelishini bila olishimiz kerak. Import http response. Internet zo'r ishlayapti. Mana anta bor bo'lishi kerak desam. Bo'ldi, mana topildi. Django HTTP ichidan import qilinar ekan. Django HTTP ichidan HTTP response keldi. Xo'p, endi bu bizga kerak emas. URLs py faylida marshrutlarni qo'shish ham ahamiyat bergan bo'lsangiz, bu yerda URLs py hali ochilgani yo'q, lekin bu yerda bor. Biz bu yerdagidan foydalanmaymiz-da. O'chirib tashlaymiz-da buni. Biz mana bu yerda o'zimizga alohida fayl ochib, uni urls.py
py deb nomlaymiz. Buni ichiga bo'ladigan bo'lsa, mana bu past keladi. Aytgancha mana bu narsa uchun kerak emas bizga. Biz bu yerda уже ishlik response qaytaradigan narsa umuman yozmaymiz. Hop, bu shundan pastga qilib turib URL patterns yozib turib. Endi bu yerda hamma URLlarni shu yerda berib turamiz. Birinchi bo'lib past deb yozib, bo'sh kelgan paytida, ya'ni mana bu ichidagi hech narsa yozmasanglar, bo'sh kelgan paytida nimani yuborishni aytadi. Bizning boyiga views ichida yozgan funksiyamizni olib kelgan, ya'ni bo'sh kelgan paytda aynan shuni olib kelgan deb e'tibor qilsa bo'ladi. Ya'ni marshrut deyiladi-ku, ana o'sha narsani olib keldi deb aytamiz. Buning uchun oldin from .views import index deb yozib olamiz. Index. Bo'sh kelgan paytida indexni ol va name ga index deb yozib qo'y. Hozirchalik bu name ga to'xtalib o'tirmaymiz. Shunchaki bu ishlayotganini bilib olsak bo'ldi. Endi urls py faylda marshrutlarni qo'shish, o'zgarishlarni ko'rish uchun Django serverini qayta ishga tushirish va brauzer orqali tekshirish. Endi buni bitta ishga tushiramiz. Ishga tushirishdan oldin mayli, shunchaki ishga tushirib bo'ldi. Python manage.py run server deb yozsak, o'zi ishga tushadi mana. Ishlab turibdi, lekin bizga hech narsa qaytargani yo'q. Sababi bu URLsda biz hech narsa aytib qo'yganimiz yo'q. Past deb yozamiz edi. Past deb yozib, bo'sh kelgan paytda include, include kelmagan ekan. Men past ichida include olsa bo'ladi. Include, agar mabodo bo'sh kelib qolsa, include qilganda online shop ichiga URLs ga kirib ketgan. Ya'ni misol uchun bu yerda bizda hech narsa kelayotgani yo'q, buni ko'rib turganingizda hech narsa kelayotgani yo'q. Hech qanaqa URL kelmayapti. Shunaqa bo'sh URL kelgan paytda online shop ichidagi URLs ga o'tib olgan davomli. Bu yoqqa o'tadi. Endi bunga ham bo'sh kelib qolsa, endi bu indeksga o'tadi. Bizning indeksimizning ichida hello world degan yozuv bor. Endi hozir shuni natijasini ko'ramiz. Yana bitta run qilaman. Endi agar refresh beradigan bo'lsa, hello world degan yozuv chiqib kelyapti. Endi buni biz agar ozgina chiroyliroq qilmoqchi bo'lsak, biz ozgina bootstrap ishlatsak bo'ladi. Bootstrap 5. Bu yerga kirib, hop, biz shunchaki navbar olsak bo'ladi bu yerda. Biz navbardan qidirsak bo'ladi. Navbar deb. Qanaqadir navbarlar bormi? Mana bitta navbar chiqarib beradi, mana shuni olib, mana shu hello world o'rniga bitta, ikkita, uchta qilib turib, mashtiga bizani o'zimizdan anaqamiz bor. Bitta buni tashlab turib, Ctrl-ni bossam, mana boyiga bootstrap shotga keldi. Buni sal chiroyliroq qo'yaylik endi. Bo'ldi. Agar biz hozir ham bitta refresh beradigan bo'lsak, bizda ozgina muammo bor, o'xshayapti. Aytgancha, bo'ldi, esim tushdi. Bootstrap ishlatayotgan paytda mana bunaqa CSS olib qo'ygan yaxshi, hozirchalik shu bilan ishlatib tursa ham bo'ladi. Mana bu yerga CSS qo'yib qo'ydik, ya'ni linkini qo'yib qo'ydik. Endi bitta refresh beradigan bo'lsa, ishlash kerak ekan. Ana ishladi. Bu tarafda search qismi bor, bu tarafda disabled, xolos shunaqa gaplar. Menimcha shuni o'zi deb o'ylayman. Yangi ilova muvaffaqiyatli yaratilgan bo'lishi kerak. Yangi ilova muvaffaqiyatli yaratilindi. Ilova Django sozlamalariga to'g'ri qo'shilgan bo'lishi kerak. To'g'ri qo'shilib, brauzerda yangi ilovaga bog'liq sahifa ochilishi kerak. Mana bu bizning yangi ilovaga bog'liq sahifamiz. Menimcha normativ 19-normativ to'liq bajaradigan bittaman. Endi bo'lsa videoni tugatsak bo'ladi.